Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun 1.62 yillik mol uchun moslashgan pritsepimiz tayyor holatga keldi. Bitta umumiy ko'rinishini ko'rib chiqinglar. Endi bu pritsepimizni sifati haqida qisqacha obzor qilamiz. Demak, boshdan boshlasak, bir tona turdik zavodskiy zamoklar qo'yilgan. 6 torkchali shivilder. 8 lik shivilder ishlatilgan. Ostki qismlari. Ostlari shivilder. Shivilder ichiga mana plenka tiqilgan. Endi stupitsalari razval olinadi, boltga ekalik. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol razval olsangiz bo'ladi. Struvenkalar kontrgaga qilingan 0.9 risorlar qo'yilgan qalin holatda. 1 tonna 600 gacha bemalol yuk oladi. Amortizatorlar qo'yilgan. Karkas qismlari ko'rishingiz mumkin. Svarkalar ideal bo'lgan qalin holatda. Tashqi qismiga o'tayotgan bo'lsak, aravamiz to'liq turtlik profilda yasalgan. Hamma joyi to'liq turtlik profildan yasalgan. 3 ta mol bemalol sig'adi. 3 ta molga 3 ta boqilgan ho'kiz uchun moslashgan. Taglari qalin list, yonlari qalin list. Asinkovka emas. Mol ortsangiz ham, tip ham chiqara olmaydi mol buni. Orqa qismini ko'rib turibsiz. 20 sm 20 sm ikki yoni qaytgan. Bu 10 yil 15 yil xizmat qilganda ham tipa qismi, reshetka qismi diagonali qochmaydi. Sizga ko'proq yil xizmat qilib beradi. Mana shu arava. Orqa eshigini ko'rib turibsizlar, seli list bo'lib turibdi. Bu seli pastga yotadi, mol toyib ketmasligi uchun chiqayotganda mana bunday ugoninglar qo'yilgan. Demak, dokumentlari parkopi bilan kimga mana shu aravalar kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamiga aloqaga chiqasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha tayyorlab beraveramiz, zakazdan qabul qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.